Kichkintoy. Birinchi qism. Xullas, bugun 1-iyun bolalar kuni bo'lgani uchun oyijonim va opajonim bizga bog'chada tabriklash uchun shunaqa qo'g'irchoqlar olishibdi. To'g'risi biz bilmagandik. Bugun bog'cha opamiz ham sovg'a bergandilar o'zi. Albatta birinchi bo'lib men tanladim. Juda ham xursand bo'ldik. Opajonimga, oyijonimga rahmat. Keyin har doimgidek opam hammamizni videoga olib Instagramga video qilib oldilar. Oysha, yoqdimi? Yuragimga mador yaxshiyam sarkor qizaloq. Keyin men qo'g'irchoqlarimni shunaqa unpacking qilib o'ynashni boshladim. Keyin opam bizni yana Instagramga video qilib oldilar. Agar sizlarga to'liq videosi kerak bo'lsa, kanalimizda shortsga qo'yib qo'yganlar bemalol ko'rasizlar. Yana ham ko'p videolar qo'yishimizni xohlasanglar, obuna bo'ling. Like bosishim esdan chiqmasin.